Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım hammalarınki mushu vaqti ve buningki vaqti xayrlik bo'lsin. Men İstanbul'daki dostumla Abdülaziz Beştoğrak hazır İstanbul'da Şam namazını o'qib boldik qadirlik qarindoshlar, azan chiqdi. Endi kelgan yerimizni dersimizde başlayımız canım dostlarım. Yani bunu kayıt tekrarlamasam bulmadı bu dersini başka elip yeniden başlayımız canım dostlar. Endi bu önümdar kişilerdinki 7 adeti degan bu kitaptan bulavatdı bu dersimiz. Yani dünyada en köp tilga tercüme kılınıp setilgan bir kitap değildi bu kitap. Ben hazır bu dersininki mezmunlarını şu adette başlaştım burun. Şu ekranda dersininki asaslık nime sözünü anlığı çıkıp durdu. Ben hazır şunu bir yazıp etip ondan keyin dersine kirip gitmeye qadirli qarindoshlar. Endi adet, yani şu gapning post kallasi nima ekan desa, yine şu adetga berib taqiladi ekan. Endi agar biz yaxshi odatni shakllantirsak, hayotimizda o bizga nagila bo'lmayli, har qanday yerda bizga hamroh bo'lib ma'noda degan gap, nadli yashamayli. Bu adet eğer yaxshi xislat olsa, yaxshi adet olsa, bizdinki hatta g'alaba qozonishimizga, ishlarimizda önümlü qo'lga keltira olishimizda, muvaffaqiyatni qo'lga keltira olishimizda nihoyatda cho'ng foydasi bor ekan, qadrli qarindoshlar. Men nimaga kiramay qoldim? Dersine kitaptan başlayıverdi. Dersininki nima yozilganligini biz keyin ko'rib olamiz, canım dostlarım. Da olsa qo'limdagi kitapninki ismi Ölümdar kişilerinin 7 adeti. Yazgıcısı Amerikalı Stephen Covey. Bununki her xil tillarda tercümesi var. Türkçe'de mi tercümesi varken, hatta ben şu dersininki nimesiga, tushuntirishga, bununki İngilizce şunda nima ders varken, ün kitabı varken, şunu mu nimesini birib qo'ydim adresini. İngilizcemni yuqori ko'tarmay yoki bo'lmasa İngilizcesini anglasam bitti deydigan qarindoshlar, İngilizcesini anlap çıksanlar buludu canım dostlar. Bugün 4. babga keptimiz. Kitapның 133. beti. İkinci adet nişanlık iş başla. Yani öz üzünü yetekleş prinsipi degan mezmun qadirli qarindoshlar. Bu kitapga kirishda Abdur bir kiriş söz yazıptı. Kiriş sözde mundaq. Madem muvaffaqiyat qazangandan keyin ma'jizlik his qiladi. Nam, obro'y qazangandan keyin afsuslik ilkida o'zi uchun eng qimmatli narsani yo'qotganligini bayqaydi. Shu sabablik biz oldi bilan ulug'vor g'oya turg'izishimiz hamda mushu g'oya yo'lida to'xtovsiz ilgirlashimiz kerak. Shundala turmushimiz yeni ma'nilarga to'lg'usi debdi canım dostlar. Ama kitapninki kirişide şu nimalarda menda diagramlarmış da resimler var. Özara tayinish mezgili, mustaqillik mezgili, tayinishchan mezgil deb inson hayotidagi bu mezgillarni menda 3 nuqtaga bo'ladi. Bunun ichida birinci adet aktif ve teşebbüskar bol deganni biz öğrenip ötdük. Endi ikinci adet nişanlık iş başlığı keldik. Ondan keyin moyum işten başta qil, teng naplan, yaxshi hamkorlash, yani
Düşen andın düşünüşünü iste degендek adetlerimi baken canım dostlar. İçki güç bilen seliştirganda taşqi şeyler hiç nimege erzimaydı. Oliver Wendell Holmes, Amerika Maliye Sotu'nun sabık sodiyesininki degen gibiken canım dostlar. Birer hilvet joyni tepip tüvendikilerini okun. Kallanızdaki barlık oy hiyallarını vaqt terk etip, köngül köksünüzni keng tutup, tüvendikidek kalip seperiga atlanıp körün. Sizni ma'lum bir urug' tuqqaningizning dafni murosimiga qatnashish uchun ketayotsiz deb faraz qilayli. Dafni darisiga yetib borgandan keyin ko'zingizga chiliqadigani balkim urug' tuqqan do'st birodarlaringizning haliqi to'qiningiz bilan mangulik vidolashishga taraddud qilayotgan ko'rinishi bo'lishi mumkin. 4-5 yil yoki uningdan uzunroq vaqtdan keyin urug' tuqqan do'st, yaran, xizmatdosh yoki ijtimoiy tashkilotlardagi hamrohlaringiz yana mush yerga jam bo'lib, balki sizning hayotingizga baho berib chiqar. Endi javob bering. Shu chaqda siz kishilarning o'zingizga va hayotingizga qanday baho berishini umid qilasiz. Ular sizni layoqatlik er yoki xotin, ota-ona, farzand yoki urug' tuqqan qatorida sanami? Siz boshqalarning yod etishiga arziydigan xizmatdosh, hamroh bo'la olasizmi? Kishilarning odimiyligingizga qanday baholarni berishini orzu qilasiz? Kishilarning qaysi xil muvaffaqiyat va tuhfalaringizni eslab turishini umid qilasiz? O'pcho'ringizlarga qanday ta'sir qoldirishni o'ylaysiz? Kitobning davomini o'qishga kirishdan burun yuqorqi savollarga bergan javobingiz ve bu vaqtdagi his tuyg'ularingizni esingizda ching tuting. Shundala ikkinchi odatni tushunib olishingiz osonga to'xtaydi. Bu men bayaqingi qisqacha darsni deb o'tdim. Shu Sheyx Xolid Yasinninki internetda nihoyat esil bir tablig'i var. From the womb to the tomb debçim. From the womb to the tomb. Xolid Yasin. Şu dersini tepip anlap çıkışınlarını ümit kılımen. Bu nait isil ders bu. Belki bir saat buluşu mümkün dersin demesi. 2 saat gelmene. Yani bu from the root to the fruit gel. Belki bu 1 saatten hoş buluşu mümkün. Şu dersi tep anlap çıkaysılar kaderli kerimdaşlar. Nişanlık iş başlaşqa iniqlama. Mubada siz yuqorqi qalb safarini tamamlab bo'lgan bo'lsangiz, o halda qalbingizning cho'nqur qatlamidagi bir qism negizlik, qimmat qarash va ta'sir chamberligingizning yadroliq qismidan o'rin olgan ichki kontrol sistemasi bilan muayyan aloqa o'rnatgan bo'lasiz. Aldı bilen Joseph Edison'un tüvendeki sözlerini mülahaza kılıp görün. Onun kişilerinin kabrisiga yüzlengenimde kalbimde haset digenlerden eserimi kalmaydı. Tarihteki sulaleler tarafidan tiklengen abidi pütüklerini okuduğumda kalbimdeki nefsaniyetçilik duyguları nelergidir yo'qab ketidi. Kabri yanında yaş döküvatkan analarını körgünümde ihtiyarsız azaplanaman. Ata-anamның kabrisiga yüzlengenimde insani azap okubatlardan kutulgandek tuyguğa kelimen. Padişahlar, emel mensibidan qalgan hükümdarlar, hayat vaqtida o'xshamagan dünya qarash sababli keskin da'talash qilishgan adiblarning qabrlarining bir-biriga so'ngdishib, qad ko'tarib turganligini ko'rganimda ixtiyorsiz ravishda ishki nizo, mazhab urushi, haq, nohaqchilik deganlarning bir tiyinqimi arzimaydiganligini his qilaman. Qabri tashlariga putilgan kishilar jon tasadduq qilgan vaqtga yuzlanib, ba'zilarining tehi tunugunla, yana ba'zilarining buningdan yillar ilgari baqiga safar qilganligini ko'rganimda
tuyg'ularim meni birdinla Tangri hamma bandalarning nom amaliga qarab hukm chiqaradigan mahshar kuni haqidagi o'y xiyollarga boshlaydi. Bu to'g'riliqmi Abdurahim O'tkirning ruboyisi bor, qarindoshlar. Oxiri tanbularimiz qabri oldida degan. Gerçi ikkinchi odat o'xshamagan muhit va turmush qatlamaga birdek mos kelsa-mu, biroq yanada sizning kishilik hayot nishoningizni o'lcham qilgan asosda jimiy faoliyatlaringizda mazkur prinsipga rioya qilishingizda, o'zingizning eng oliy orzu va qimmat qarashlaringiz asosida barliq ishlaringizni tartibga solishingizda konkretlashadi. Aniq nishon va burch tuyg'usiga ega kishilar kundulik faoliyatlarida mazkur liniya, nishon va burchni bo'ylab mengishning zarurligidir. Bu jihatda qilcha bo'shanlik qilishga bo'lmaydiganligini biladi. Nishonlik ish boshlash deganlik har qanday bir ishga kirishishdan burun aniq nishon turg'izib olish deganlikdir. Bunday bo'lganda sharoitni obdan mo'ljalligili nishonga yetish davomida och yo'llarga kirib qolib, kuchimizni behuda xo'ritishdan saqlang'ili bo'ladi. Ma'lumki, kishilik hayotda tarmoq yo'llarmi nihoyat ko'p. Senli bexastalik qilsa odam mushaqqat yo'liga kirib qoladigan gap. Nurg'un odam ijtihod bilan tirkishidi-yu, ma'lum mezgilga kelganda muvaffaqiyat shutisini tamg'a xato qo'yib olganligini bayqishidi. Biroq bu vaqtda ular allaqachon kechikkan bo'ladi. Aldırgan yolda qala degan shuda. Yana nurg'un odam muvaffaqiyat qozongandan keyin to'liq qimmatli narsalardan ayrilib qolganligini o'kinish ichida his qiladi. Bey g'ujamlardan boy zardarlargacha, avam fuqarodan odatdagi kishilargacha texnik ko'p mol dunyo, huquq yoki namataqqa erishishni orzulamaydiganlardan birasimi bo'lmasi kerak. Vaholanki ularning axloqiy fazilati hamisha nom obro'yiga yem bo'lib ketadi. Muvaffaqiyatga erishish yo'lida ular nurg'un qimmatli narsalarni yo'qotadi. Shuningdek biror ishga kirishishdan burun aniq nishon turg'izib olib, undan keyin mazkur nishonni bo'ylab eg'ishmay olg'a ilgirlasak, ko'zlagan manzilga yeta olamiz. Baqiga safar qilganda erishishni arzulaydigan baho dal biz qo'g'lishga arziydigan muvaffaqiyatdir. Mushu nuqtadan chiqish qilib qaraganda biz intilgan atalmish nom obro'y, muvaffaqiyat va boyliqlar balkim biz eng ehtiyojli narsalar bo'lmasligi mumkin. Aniq nishon turg'izib olsangiz, farq etish iqtidoringiz zo'r darajada yuksaladi. Bu haqda mundaq bir qisqa hikoyatni so'zlash kifoya. Dafn murosimida biraylar marhumning do'stidan u oilasidagilarga qanchalik miros qoldirdi deb so'rabdi. Marhumning do'sti javoban u hech narsani olib ketmadi debdi. Endi ikkinchi mazmun har shay'i ikkirat yaratilishga muhtoj degan mazmunni birlikda ko'ramiz. Nishonlik boshlashning prinsip asosi har bir mavjudot ikkirat yaratiladi degandan iboratdir. Konkret qilib aytganda, har qanday ishga kirishishdan avval shu ish haqida mingimizda fikr yurgizamiz. Bu aqliy yaratish jarayoni yoki dastlabki yaratish jarayoni deyiladi. Ondan keyin mingimizda paydo bo'lgan ish yoki shay'ini reallaştırımız. Bu cismani yaratish jarayoni yoki ikkinchi qatimliq yaratish deyiladi. Qurilish silishni olib aytsak, ishga kirishdan burun qo'limizda bir parcha tafsili loyiha yoki chertyoj bo'lishi kerak. Buning uchun loyiha sizishdan burun qurilishga munosabatli cho'ng kichik halqalar kallamizda oydin bo'lishi kerak. Loyiha bo'lganda qurilish plani tuzgili hamda shu asosda barliq ish halqalarini muvaffaqiyatli tamomlab
qurilishni bitkizgili bo'ladi. Mubada qurilish loyihasida azroqli xatolik ko'rilsa, qurilish davomida necha o'lish kuch ortiq kutishi mumkin. Qurilish loyihasi nishonga vakillik qiladi. Butkul mashg'ulot davomida mazkur nishon o'lcham qilindi. Shuning uchun ish boshlashdan ilgari loyihani atrofli tuzib, behuda ziyonning oldini olish kerak. Shirkat qurishmi shunga o'xshaydi. Bu jihatda utuq qozonishni o'ylaydi ekansiz, oldi bilan aniq nishon turg'izib olishingiz hamda shu nishon asosida shirkatingiz ishlab chiqaradigan mahsulot va ta'minlaydigan mulozimat turlarini bekitishingiz kerak. Undan keyin mablag' tadqiqot etish turlari, ishlab chiqarish, setish, kadrlar masalasi, zavod binosi, asliha qatorliq jihatlardagi sharoitni chiqish qilgan asosda belgilangan nishonni ko'zlab olg'a ilgirlashga to'g'ri keladi. Nishonliq boshlash shirkatning muvaffaqiyat qozonishidagi halqaliq omildir. Nurg'un shirkatlar tunji qadamda mag'lub bo'lganligi, ya'ni shirkat qurishdan ilgari aniq nishon turg'izib olmaganlik sababli mablag' yetishmaslik, plani atrofliq bo'lmaslik, bozor ahvolini tushunmaslik degandek bir qator masalalarga yo'liqadi. Farzand tarbiyasidami oldi bilan aniq nishon turg'izilishi kerak. Shundala bolalarni ongliq, mas'uliyatchan qilib tarbiyalagili bo'ladi. Kundalik aloqa davomida nishonni esimizda ching saqlab, bolalarning engi va g'ururini ziyonga uchratadigan har qanday ish faoliyatdan ongliq ravishda saqlangili bo'ladi. Umuman, nishonliq boshlash prinsipining qo'llanish doirasi nihoyat kengdir. Ikki qatim yaratish prinsipini ilmiy tushunib, nishon turg'izishni amaliy qo'l tiqib ishlashga o'xshashla intayin muhim ish deb qarasak, ta'sir chambarimiz kun sari kengayib boradi, aksicha bo'lsa bag'ansiri tariydi. Qayta o'qiyman. Umuman, nishonliq boshlash prinsipining qo'llanish doirasi nihoyat kengdir. Ikki qatim yaratish prinsipini ilmiy tushunib, nishon turg'izishni amaliy qo'l tiqib ishlashga o'xshashla intayin muhim ish deb qarasak, ta'sir chambarimiz kun sari kengayib boradi. Aksicha bo'lsa bag'ansiri tariydi. Aktiv loyihalovchi bo'lamsiz yoki passiv qabul qilguvchimi? Qadrli qarindoshlar, birlikda o'rganayotganimiz Stephen Covey'ninki amerikalik yozuvchi Önümdar kishilarning 7 odati The 7 Habits of Highly Effective People degan kitobninki uyg'urchisi, qadrli qarindoshlar. Endi biz 140-betdagi 4-bobning 2-odat nishonliq ish boshla degan odatninki aktiv loyihalovchi bo'lamsiz yoki passiv qabul qilguvchimi degan mazmunga o'tamiz, jinim do'stlar. Her bir mevcudat işkiret yaratılışına muhtaç degan qarash haqiqatan obyektiv yakundur. Biroq tunji yaratishning hammasining onglik ravishda elib berilishi notayin. Ba'zi kishilarning o'zlik enge ojiz bo'lg'achqa tashabbuskorlik bilan o'z turmushini loyihalashni xohlab ketmaydi. Natijada osonla ta'sir chambariki sirtidagi kishilarning kontroliga tushib qoladi-da, turmushda oila, xizmatdosh, do'st, birodar yoki muhitning besimiga uchraydi. Mubodo kishilik hayot bir maydon o'yinga o'xshatilsa, o holda bu xildagi kishilarning kishilik hayot ssenariyasi, burunqi kechirmishi, qabul qilgan ilm tarbiyasi yoki tashqi muhitning cheklamasi qatorliqlar asosida yoziladi. Bu xildagi ssenariyalarning ko'p qismi shaxsning qiziqishini o'ziga manba qilgan bo'lib, obyektiv prinsip ro'yga uyg'un kelmaydi. Bu ssenariyalar bir qism ma'naviyati ojiz,
tayinish psixikasi kuchlik, hamisha ma'lum o'ringa qabul qilinishni va yoki ma'lum tavallikka o'tishni o'ylaydigan, boshqalarning ko'ngil bilishi va asrashini orzulaydigan, o'zining qadr qimmatini boshqalar orqali muayyanlashtiradiganlarning yoqtirishiga manzurdir. Turmuşning barcha qatlamlarida birinchi qatimliq yaratish jarayoni mavjud. Odamning kishilik hayoti mohiyatda ikkinchi qatimliq yaratish jarayoni bo'lib, ba'zi kishilar buni o'zlari tashabbuskorlik bilan loyiyalasa, ba'zilar tashqi muhit, boshqalarning o'rinlashtirishi, an'anaviy odatlarning ta'siri deganlar asosida bekitidi. O'zlik ini yaxshi fazilat, tasavvur kuch qatorliq insonlarga xos bo'lgan tug'ma iqtidorlar orqali turli birinchi qatimliq yaratish jarayonlarini tahqiqlash mumkin. Hem o'zimizga mansub hayotlik ssenariyasini yezib chiqish mumkin. Yig'ib aytganda, birinchi odatda o'zing yaratquchisan degan qarash ta'kidlansa, ikkinchi odatda birinchi qatimliq yaratish ta'kidlanadi. Rehberlik ve boshqarish ikki qatimliq yaratish degan mazmunga kiramiz, qadrli qarindoshlar. Yani birinci adet nimeti tashabbuskor bo'lish. Yani aldılan özümüz oylab, düşünüp bir plan layihani ortaya qo'yish. İkinci adette birinci qatimliq yaratish ta'kidlanadi. Yani birinci adette tashabbuskor bo'ldik ekanmiz, ikinci adette birinci qatimliq yaratish degani o'ylash, o'ylanish, nishon turg'izish. Rehberlik ve boshqarish ikki qatimliq yaratish. Nishonliq boshlashning yana bir prinsip asosi o'z-o'ziga rehberlik qilishdir. Biroq rehberlik qilish, yine leadership bilan boshqarish, yine management bir-biridan farqlanadi. Rehberlik qilish birinchi qatimliq yaratish jarayoniga taba hukm bo'lib, boshqarish hukmidan avvaldir. Boshqarish ikkinchi qatimliq yaratish jarayoniga taba hukm bo'lib, bu haqda kitabımızın 3. adetga münasebetli kısmında tefsili to'xtalib o'tamiz. Rehberlik qilish ve boshqarish go'yoki ideya ve hareketning timsolidir. Boshqarish negizlik qatlamga, ya'ni qanday qilganda unumli ish bajargili bo'ladi degan masalaga. Rehberlik qilish yuqori qatlamga, ya'ni men qaysi sohada muvaffaqiyat qozona olayman degan masalaga ko'ngil bo'ladi. Peter Drucker ve Warren Bennis'ning so'zi bo'yicha aytganda, boshqarish ishni to'g'ri qilish, rehberlik qilish to'g'ri ishni qilish deganlikdir. Boshqarish ishni to'g'ri qilish, rehberlik qilish to'g'ri ishni qilish deganlikdir. Boshqarish muvaffaqiyat şutsuga yamishib yuqori o'rlashga misol qilinsa, u holda rehberlik qilish bu şutuning qo'yishga tegishlik tamg'a qo'yilgan, qo'yilmaganligiga hukm qiladigan hukmdorning timsolidir. Bu ikisi arasidagi farqni tushunish unchalik qiyin emas. Bular arasidagi farqni tushunishga oson bo'lsin uchun tuvandagidek ko'rinishni tasavvur qilib boqaylik. Bir top işçini ormanlıkta çatkal tazalavatı deyli. Ola işlep çıkargıçlar bulup, başkurguçlar bir çeti durup, tedbir belgileş, texniki kirgüzüş, iş yürüştürüş layihasi ve toluqlumu bir iş planı tutuş qatarlıq işler bilen meşgul bolğan buludu. Rehberlik kılgıçlar igiz derexinin üstüge çıkıp, işini bir qor közetkendiğin keyin, tazalaydigan ormanlık bu emeskende var qırsa, aldıraş işlevatkan işçiler ve başkurguçular bunun qarta cevap qaytıra. Boldu vaqırman, biz naiti birilip işlevatımız deyişidir. Nurgun şəxs, kollektiv, yaki şirketinin ahvali yuqoraqı misaldaki oqşib ketidu. Gerçi ular baş çükürüp işleşti bilsimo, biroq özleri faaliyet edip baradigan ormanlıqni to'g'ri tanlay olmaydi.
Künsürü yenilinip durvatkan bugünkü dünyada meylisiz müstakillik devrede turvatkan bulun veya ki özara tayiniş devrede turvatkan bulun önümlük rehberlik kılışının mühimliği bargansırı gevdelenip barmakta. Yol liniya sıkımısının köre biz bir xil ulug'bar nişan, menzil yoki yo'l ko'rsatkichi kompasqa, bir yurish prinsip yoki yetakchi fanjinga bakrak ehtiyojliqmiz. Dunyoning ishlariga bir nima demak tas, hech kimni kelgusiga oldin bir nima deyolmaydi. İnsan hammadan bek o'zining hukmiga tayinadi. Qalbdagi kompas insonni to'g'ri hukm bilan ta'minlaydi. Muvaffaqiyat qozonish jahondarshilik qilishda eng halqiliq masala. Sizning qanchalik qon ter oqizishingiz emas, balki tirishish nishoningizning to'g'ri bo'lish bo'lmasligidir. Shuning uchun har qanday sohada rahbarlik qilish boshqurishdan ustun turadi. Shirkatga nisbatan aytganda bozor raqobati nihoyatda rahimsizdir. Tashabbuskor rahbarlik qilguvchilar hamisha nazarini savdo sohasidagi o'zgarishlarga tikadi. Buni ular iste'molchilarning mal sotib olish odati, psixikasi, xizmatchi xodimlar qo'shunidagi o'zgarish deganlarga yaqindan diqqat qilgan asosda shirkatning boylik manbasini muvofiq tanishlaydi. Hamda mushu asosda shirkatning taraqqiyot yo'linishini belgilaydi. Yuqori unumlik boshqarish usuli qo'llanilgan taqdirda rahbarlik qilish san'ati atrofliq bo'lmasa, xuddi Titanikda karvat qo'yib yotgandek hanga oqqinimiz oqqan. Har qancha unumlik boshqarish usulimi rahbarlik qilg'uchining mag'lubiyatini yapolmaydi. Rahbarlik san'atining qiyin nuqtasi boshqarishga urinadigan tafakkur zanjiriga qamilib qilib, uningdan qutulib chiqolmaslikdir. Esimda qilishicha, ilgari Seattle'da bir yillik muddatdagi boshqaruvchilarni tarbiyalash darsini o'tdim. Eng oxirgi darsda ma'lum bir neft shirkatining lideri o'zining o'rganish faoliyati davomidagi ta'sirotini bayon qilgan asosda monolarni aytgan edi. Stefan, bu qatimliq tarbiyalash faoliyatining ikkinchi oyida siz rahbarlik qilish va boshqarish orasidagi farqni ko'rsatib o'tgandan keyin bularni darhol o'zimga tatbiqlab ko'rdim. Neticede xizmat davomida rahbarlik qilguvchilik salohiyatida emas, balki boshqaruvchilik salohiyatida o'ttirg'a chiqqanligim sababli nurg'ulagan ziyon tortganligimni his qildim va boshqarish xizmatini boshqalarga topshirib berib, barliq zehnimni shirkatning taraqqiyot yo'nalishiga qaratish qaroriga keldim. Bularni ishga oshirish osonga to'xtamadi. Shirkatdagi kundalik zarur xizmatlardan qo'l uzgan dastlabki mezgilda nihoyatda bearam bo'ldim. Chunki shirkatdagi muhim ishlarni hal qilish menga bir xil muvaffaqiyat tuyg'usi ato qiladi. Burunqiga selishtirib ko'rganimda shirkatga qandoq yetakchilik qilish, shirkat madaniyatini qandoq barpo qilish, fursatni qandoq tutish, yo'liqqan masalalarni cho'nqurlab tahlil qilish degandek kishini xil hal sirtadigan masalalarga qo'l ostimdagilarmi degandek moslasholmayotdi. Chunki ular qiyin masalalarga yo'liqqanda ilgirgidek mening zimmamga ittirib qo'yolmayotdi. Qandoqla bo'lmasin, men oxirigacha bardoshlik berish niyatiga keldim. Chunki men rahbarlik qilguvchi bo'lish yo'lini tanlagan edim. Bugungi kunga kelganda orzuyim amalga oshib, oxir rahbarlik qilguvchiga aylandim. Butun shirkat boshqacha tusga kirdi. Biz texmi yaxshi moslasha oladigan bo'ldik. Shirkatning tijorat summasi ilgirgidan bir hassa oshdi. Sap foyda nisbatimi 4 hassa ko'paydi. Yuqorqilar menga rahbarlik qilishning kuch-qudratini cho'nqur his qildirdi. Kishilarning o'ngida rahbarlik qilish to'nishi to'limi yetarsiz. Nurg'un odam o'zining qimmat qarashining nimaligini bilmay turib, unumni yuqori ko'tarish, nishon belgilash, vazifani tamomlash degandek ishlarga kirishib ketadi. Meningcha bir qism ota-onalarmi hadisala qoida yusun, unum, tizginlash deganlarga e'tibor berib, maqsad, nishon,
ata balalık hissiyat degan hukumlarga sel qarab, başqurishning ezitqu qasrida tinab yurmakda. Qadrli qarindoshlar, Stephen Covey'ninki Önümdar kishilarninki 7 odati, ya'ni 7 xislati degan kitobni birlikda o'rganyapmiz. Hozir 2-chi odatdir. Bu 3 ders oldu. 1-ci dersida, yani nişanlık iş başla degan odatni eng kichik mavzular bilan tanishib, shularni o'rganib ketyapmiz, jenim do'stlarim. Hayat senariyasini qaytadan yozish o'zingizning tunji yaratquchisi bo'ling. Kallama neşqidim keldi qadrli qarindoshlar. Dadam rahmetlik, Allah yatqan yerini cennet qilsin. Balam, yaratquchi o'zi Allah shuna debdikan deydi, hamda o oyatda yoki boshqa nimada Allah o'tmagan, ammo o'rtada deyilgan gap. Yaratquchi, yaratish mendin, yarilish o'zingdin degan bir cümle gapni Bekçik tekrarlaydı. Yani takdir üzerinin qo'lida. Allah seni yaratıp koydu. Sen üzerindeki iktidarlarını, üzerindeki kabiliyetlerini cari kıldırıp yukarı noktaga örülüşün kerak. Barlık kıyınçılıklarını peşte kılıp ilgileşin kerak deb şuna deydi qadrli qarindoshlar. Allah ondan razı olsun. Hayat senariyasini qaytadan yozish o'zingizning tunji yaratquchisi bo'ling. İlgili bayon qilib o'tganimizdek o'zlik o'ngi jahondorchilik qilishimizning asosi hisoblansa, tasavvur kuchi va yaxshi fazilatdan iborat ikki xil tabiiy iqtidor hayotda aktiv ruhiy holatni joriy qildirish orqali o'zimizga rahbarlik qilishimizning asosi bo'lib hisoblanadi. İlgili bayon qilib o'tganimizdek o'zlik o'ngi jahondorchilik qilishimizning asosi hisoblansa, tasavvur kuchi va yaxshi fazilatdan iborat ikki xil tabiiy iqtidor hayotda aktiv ruhiy holatni joriy qildirish orqali o'zimizga rahbarlik qilishimizning asosi bo'lib hisoblanadi. Tasavvur kuchi vujudimizdagi yushurun iqtidorlarni qizishimizda, yaxshi fazilat tabiiy qonuniyat va prinsiplarga amal qilishimizda, aql farosatimizni joriy qildirib, muvaffaq töhfə qo'shish usulini tanlashimizda, o'zimiz uchun yetakchi ideya turg'izishimizda turtkilik rol o'ynaydi. Tasavvur, yaxshi fazilat, o'zlik eng qatorliqlarning birdakligi asosida hayot ssenariyamizni qaytadan yozib chiqa olamiz. Tasavvur, yaxshi fazilat, o'zlik eng qatorliqlarning birdakligi asosida hayat senariyamizni qayta yozib chiqa olamiz. Kishilar o'sib yetilish davomida boshqalar tarafidan yozilgan hayat senariyalariga varislik qiladi. Texnik to'g'risini aytganda, biz senariya yozuvchilar emas, balki senariyaga ijobiy varislik qilguvchilarmiz. Mavjud tafakkur andisiga qisman o'zgartish kirgizuvchilarimiz xolos. Biz varis qilayotgan kishilik hayot senariyasining ko'ngildagidek yozilmaganligini, tafakkur andisining degandek uning bilinmayotganligini bayqaganimizda senariyani o'zgartib yozishga, tutish qilishga to'g'ri keladi. Misrning marhum Zo'tunga Enver Sadatning tarjimonida kishilik hayot senariyasini o'zgartib yozishga oid ilhamlantirish xarakteridagi bundaq bir hikoyat bor. Sadat İsrailliklardan nafratlanadigan muhit ishida cho'ng bo'lgan. O bir mahal İsrailliklarga nafratlanish yo'li bilan xalq ommasining irodasini urg'utib ko'rgan. Gerçi bu senariya kuchlik, mustaqillik va quyuq demokratik purakka ega bo'lsa-mu, uningda bugungi dunyodagi o'zaro tayinib yashashdan iborat real paketga sal qaralganlikdan oxirida yanala natijasizlik bilan
xarakterlengen. Bu noktada çoğunkur his qilib yetken Sadat, özünün kişilik hayat ssenariyasını özgertip yazış iradesi kelgen. Keyin padişah Ferruh'ta ağduruş faaliyetiga chetilib qolganlik uchun qo'lga ilingan. Türmede o bir küzetküçü salayetide öz vücuduga nazar salgan. Özü hakkında çoğunkur oylangan ve özünü özgertken. Keyin Mısırga zontun boğan mezgilde özünün İsrailiye'ge boğan pozisiyasını özgertken. Yerusalim'deki İsrailiye devlet meclisini ziyaret kılıp dünya tarihida namunu boğadak tinchlik hareketini kozgıgan. Sadat özlük eni, tasavvur ve an idraktin ünümlük paydalanıp öz özüge yetekçilik kılışını toluq işqi aşırıp özünün kişilik hayat ssenariyasını özgertip yazıp çıkıp milyonlagan kişilerinin turmuşuga ta'sir ko'rsatgan. Biz varis qılıbatkan kişilik hayat ssenariyasi turmuş nişanımıza qanchaki mos kelsa, o halda tasavvur ve ixtiro qilish iqtidorimizdan paydalanıp qimmat qarashimizga uygun keladigan yangi ssenariya yazıp çıkışqa texmo muvaffaq bo'la olamiz. Mubadimen bir qattiq qo'lda bo'lsam, balalarim zidimga yoqmaydigan ish qilib solsa, farzand tarbiyalashdagi asli muddoni bir yoqqa tushirib o'tib, darg'azab bo'lishim, hattoki otalik imtiyozimdan foydalanib, ularni itoat qildirishga urinishim, mazkur to'qinishda shaksiz g'alaba qilishim mumkin. Biroq Moşu sebeplik ata-balalık münasibetimizge dez ketişi turgaldı gep. Balına qaramakka itaat qılganda körünsümü, köңlüde qayıl bolmaydı. Psixiki cəhətdə bəzi bir tosalğılarga uçraydı. Keyinçe başqaça ahval yüz berişi mümkün. Biz endi bu babның baş qismida bayan qılınğan heliqə tecrübeki qaytaylıp, Dəfni murasimimdə bala çaqılarımның ilgiriki dil yarısını tilq elib yürməsdən tərbiyə köygen balaladek atılıq izzetimni qilishini, qalbide ilgiriki küllərdeki güzel əsimilərinin zahiri buluşunu, dadısının ola bilen cəfa və halavətdə birgi boğanlığını əski elişini ümid qilimen. Bu bəlkim balalarımni izzetligenlikimdən, ularını qoğduğanlıqımdan, ularının dadısı boğanlıqımdan, pəxirləngenlikimdən bolsa kerak. Biroq real turmuşda bularni har vaqt esli saqlayalışım natayin. Nurgun çigiş meseleler meni asli yönüştün burup etişi. Gahide balalarga tutkan pozisyon kalbimdeki hakiki hissiyatımga mas kelmeski mümkün. Vahalenki bu özgertkili bulmaydigan noksan emas. Biz uygun kelmeydigan taşqi qarash ve başka çeklimelerni vücudumuzdan süpürüp taşlap, bularning o'rniga öz qimmat qarash ve nişanımızı turguzup, hayatga bo'lgan mas'uliyatchanlik ruh bilan kişilik hayat ssenariyamizni qaytadan yazıp çıkıp, hayatimizni ko'ngildagidek yashash imkoniyatiga egamiz. Nişanlık buluş prinsipi emek nişan ve kıymet qarash asasida özümüzün ailevi rol yoki başka ictimai rolimizni joriy qildirishimizni, kişilik hayatimizdagi tunji yaratish jarayoniga mas'ul bo'lishimizni, ish harakat ve pozitsiya jihatdagi tafakkur endizimizni öz qimmat qarash ve ilmiy prinsiplarga moslashtirgan holda bekitishimizni eskartidi. Bu prinsip yeni kündülük faaliyetlerimizde öz kıymet qarashimizni mahkam saqlashimizni ta'kidlaydi. Çünkü biz kıymet qarashning yordamida aktiv, tashabbuskor ro'yi holatni saqlay olamiz. Hem de onu harakat mizonimizga aylantıra olamiz. Turmushimizda tasodifiy o'zgarishi yuz bergan taqdirdami, kayfiyat ve tashqi muhitning ta'siridan mustasno holda öz kıymet qarashimiz asasida hal qilib ketalaymiz. Qadrli qarindoshlar, Stephen Covey'ninki Önümdar kişilerinin 7 adeti degan kitaptan ögünüşümüzü davamlaştırıp 148. betni okup 149. betdeki şəxsi buruç xitapnamesi
degan mazmunga keldik, qadrli qarindoshlar. Eng önümlü usul şəxsi buruç kitabnaməsi yazış. Şəxsi buruç kitabnaməsi. Yani bu ikinci adet nişanlıq iş başlaşdı ki bir məzmun. Şəxsi buruç kitabnaməsi. En önümlü usul şəxsi buruç kitabnaməsi yazış. Yani kişilik hayat felsefesi ya ki asasi itiqad turğuzuşdan ibaret. Xitobnomaga asosli qandoq odam bo'lish, bu axloqiy fazilat, qandoq ishlarda muvaffaqiyat qozonish, ya'ni tuhfa va natija, shuningdek yuqorqi nishonni ishga oshirishda zarur bo'lgan qimmat qarash va prinsiplar yoziladi. Mazmun va shakl jihatda xitobnomaning muayyan qilibi yo'q. Tuvanda men do'stim Rolf Kirning xitobnomasini misol sifatida köpçülükü sunumen. Aile hemmenin muhim. Dinnin küçüdün paydalangılık. Samimiyet meselesi de kılçı murassa kılmaslık. Münasibetlik her bir ademni nezerge eliş. Karıma karşı taraflarının fikrini anlamay durup kalaymakan hüküm çıkarmaslık. Başkalarının fikrini eliş. Öz mevkasında bolmagan kişilerini qoğdaş, samimi ama meydani müstehkem buluş. Her yılı bir xil yeni texniki igileş. Eğitki hizmetini bugün planlaş. Adem saklagan çağdaki boş vakitten paydalanış. Pul siyasi aktif buluş, yumurustuk tuygunu saklaş, hizmet ve turmuşta tertiplik buluş. Hatalık sadır kılıştan korkmaslık, hatalıktan tecrübe sabak yakınlaşki ehmiyet biriş, başkalardan köpürek təlim ediş, dikkat itibarını növbətdeki hizmetki qaratış, kiyik kadınlık vazife yaki östürülüş digenler hakkında artıqca gəm yemeslik. Aile ve kesipte ten ehmiyet birdiğen yeni bir ayalının buruç kitapnamesi tüvendikidek. Öz kəsbim ve ailemge tənlə ehmiyet berimen. Çünkü bana nispeten her ikilisi oxşaşlı mühim. Aile xatircemlik, asayişlik ve bəxt saadetlik mənbəsi. Aql parastimge tayinib pakiz, illik aile muhit yarataman. Kiyim-kechak, uzuq-tulik, turar joy, yurish-turish qatorliq jihatdagi ishlarni muvofiq o'rinlashtirman. Farzandlarimni ah ko'ngil, yangilik intiladigan, umidvor qilib tarbiyalayman. Ularda xoslik yetildirishga ahamiyat beraman. Demokratik jamiyatdagi huquq va erkinligimni qadrlayman. Majburiyatimni ado qilaman, jamiyatga ko'ngil bo'ladigan shahar fuqarosi bo'laman. Siyosiy faoliyatlarga, saylam ishlariga qatnashib, öz fikrimni bayon qilaman. Özümni her jihatda takomillashtirib, aktivlik bilan yashab, kishilik hayot nishonimni ishga oshirish uchun faol tirishchilik ko'rsataman. Fursatni chin tutib, tashqi muhitga aktivlik bilan taqobil turaman. Nachar odatlarni yuqtirib olishdan saqlanib, o'zimni mukammallashtirib boraman. Iqtidorimni tirishib yuqori ko'taraman. Pul qo'lning kiri deb bilaman. Tadrijiy yo'sinda iqtisodiy mustaqillikni ishga oshiraman. Kirimga qarab chiqim qilaman. Mashina, uy sotilish uchun qarz bejerganning sirtida kunlik turmush iste'molim uchun qarz olmayman. Qaranlik omonat yoki bir qism kirimimdan foydalanib, ma'lum sohaga mablag' solaman. Fidoilik mulozimati bilan shug'ullanib, xayr saxovat ishlariga pul iyona qilaman. Aql farosat va pul melimni sarf qilib, boshqalarning turmushini yaxshilayman. Şəxsi buruç xitobnomasini şəxsning asosiy qonuni deb atsaqmı ortiqcha ketmaydi. Şəxsga nisbatan aytganda, to'g'ri prinsip ustiga qurilgan buruç xitobnomasi barcha ishlarga baho berishning o'lchami bo'lib qolmay, ya'ni turli tuman o'zgarishlarga taqobil turishdagi kuch, quvvat manbasidir. O yana turmushdagi xalqiliq tanlashlarimizningla emas,
özgürüşçan muhit ve keyfiyet astidagi addi kararlarını çıkarışımızın mu asasıdır. Kalbimiz hakikatinin kontrolü özse, özgürüşçan muhit işidimi puttirab tura alaymiz. Çünkü adamın türlük tümen özgürlüklerine takabül turuş iktidarı, özünün mecaz karakteri, kişilik hayat nişanı, kıymet qarashqı bolğan özgərməz itiqadı tərəfindən belgilenidir. Bu kitaplarımızı turğuzub alğandan keyin türlük vəqa hadisələrini asassız bir tərəfdən göz qarashlarına tayinib emas, belki əməli əhvalga qarab canlıq bir tərəf qıla alaydigan bolumuz. Şeyilərin xarakterini bekitiş, türgə ayrış cəhətdə konucu usullardan anlıq rəvişdə saqlana alaymiz. Neticede vücudumuzni hatırcemlik tuygusu kaplaydı. Şəxsi turmuşumuzda mislisiz özgürlükle bulawatıdı. Lekin nurgun adam bu özgürlüklerge maslışanmağanlıqdan beşini içigi tıkıveliş, vazgeçiş, amet kütüp olturuş gibi pasif pozisyonlarda bulawatıdı. Əməliyyatı bunda qilishning züruriyeti yok. Frankl Nazistlarning jazo lagerida aktiv teşebbüskar buluş prensipini tonup yetiş bilen birge adam üçün nişan ve insani kıymetinin ne kadar mühimliğini çoğunqur his kılgan. Keyin o bir xil belgi koyup davalaş usulünü teşebbüs kılgan. Bu xil usulün asaslık prensipi türlük ruhi ve psixik kesellikler köpünçe ümitsizlik yoki ma'nisiz his qilish sebebinden kelib chiqadi. Belgi koyup davalaş usulü bimarlarning hayatının kıymeti ve buruş tuygusunu tepi bilişki yerden biridir. Ümitsizlik, ma'nisiz his qilishdak tuygularını dəb'i qilishida türtkülük rol oynaydı. Vücudumuzda buruş duygusu karar tapsa, teşebbüskarlık bilen turmuşumuzdaki ulug'var nişan ve kıymet qarashlarını qisqa müddetlik nişan hem de to'g'ri yo'nalishni belgilayalaymiz. Buruş duygusu bizni yani ilmi prinsiplar üstüge kurulgan yazma asasi kanun yani buruş kitapnamesi bilen temin etip vakit, zihni güç ve iktidarımızdan önümlük paydalanış imkaniyetiga ega kılıdı. Kadirli qarindoshlar, buruç kitapnamesi to'g'riliq so'zlanganlar mushu mazmunga endi merkezi rayon degan mazmunni birlikte öğrenimiz. Birlikte öğreniyotganimiz qadirli qarindoshlar Stephen Covey'ninki Amerikalik yazgıcı Önümler Kişilerinin 7 adeti degan dağlık kitaptın ikinci adet nişanlık iş başla degan bu adetinin birinci dersini kılıbatımız. Bu 3 ders bulab tügeydi qadirli qarindoshlar. Endi mushu bugungi dersimizning eng oxirgi mazmuni merkezi rayon. İstanbul'da xutanga azan chiqdi qadirli qarindoshlar. Merkezi rayon Buruç kitapnamesi tüzüşte işine tesir çemberikining yadrosidan başlash kerak. Bu asaslık tefekkür endişesi buluş bilen birge dünyanı küzütüşümüzdeki cahanname eynektir. Biz bu yerde üzümüzge nişan ve kıymet qarash turguzumuz. Özlük tunuşumuzdan paydalanıp harita ve tefekkür endişimizden reallıqa uygun yoki emasligini, ilmi prensip üstüge kurulmaganligini tekşürüp çıkınız. Türlük to'g'ri iqtidorimizni kompas qilib, aql farosat ve töhbi yaratish usulimizni kuzatamiz. Tasavvur iqtidorimizdan foydalanib, kishilik hayot nishonimizni turg'izib, tirish nishoni ve maqsad muddaolarni bekitib, buruch kitobnomasiga kerakli ham materiallarni to'playmiz. Dikkat itibarimizni mazkur yadroga qaratib, önümünü ko'rgan vaqtimizda ta'sir çemberkimiz kengayishga başlaydı. Bu bir xil yuqori seviyedagi ishlab chiqarish iqtidori bo'lib, ish unumini yuqori ko'tarishimizda turtkilik rol o'ynaydi. Bu yadro yana bexatarlik tuyg'usi, kishilik nishon, aql farosat ve kuch quvvatning manbasidir. Buni resimga qaraydigan bo'lsak,
Bu resim taza iniq ko'rinmadi. Qarasak yadro, etrafdagilar aql, parasat, kuch, qudrat. Bu yadro yani bexatarlik tuyg'usi kishilik nishon, aql, parasat ve kuch-quvvatning manbasidir. Bexatarlik tuyg'usi kishilarning qimmat qarash, turmush, hissiyot, təvəlliki, izzət, hörmət qatarlıqlarga ega bo'lish jarayonidagi asosliq iqtidorini ko'rsatadi. Kishilik hayot nishoni xarita va ichki mezon bo'lib, kishilar mushu asosda shaylarning mohiyati, qaror va ish harakatlarining prinsipi, ichki o'lchami qatarliqlarni tushundiradi. Aql parasat insonning hayotga bo'lgan tunishi, tangpuqliqqa qarata idroki, shaylar orasidagi munosabatga bo'lgan tushunchasi, hukm qilish, kuzatish, tushunish iqtidorlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni shaylar orasidagi munosabatga bo'lgan tushunchasi tırnak ichida hukm qilish, kuzatish, tushunish iqtidorini o'z ichiga oladi. Qatorliqlarning o'rtaq gavdasidir. Aql parasat insonning hayotga bo'lgan tunishi, tangpuqliq qarta idroki, shaylar orasidagi munosabatga bo'lgan tushunchasi, ya'ni hukm qilish, kuzatish, tushunish iqtidorini o'z ichiga oladi. Muşularning o'rtaq gavdasidir. Kuch, quvvat insonlarning harakatga tayinib, nishonga yetish iqtidorini ko'rsatadi. O tanlash davomidagi hal qilg'uch omil bo'lib, insonlarning unumli odat yetildirish asosida ko'rnicha odatlarni o'zgartirish iqtidorini o'z ichiga oladi. Yuqoriqilar o'zaro moslashadi va bir-birini to'liqlaydi. Bexatarlik tuyg'usi ve kişilik hayat nishoni kishilarni aql parasatga ega qiladi. Aql parasat harakat, ya'ni kuch-quvvatga undaydi. Mubada bu 4 omil o'zaro mos qadamda taraqqiy qildirilsa, oliyjanob insoniy fazilat, salmoq mijoz xarakter, mukammal insoniy vujudga ega shaxs borliq keladi. Ya'ni bexatarlik tuyg'usi, kishilik hayot nishoni, aql parasat, kuch quvvat, mushu 4 narsa birlashsa deydi. O'zaro moslashsa, ular bir-birini to'liqlaydi. Bexatarlik tuyg'usi va kishilik hayot nishoni kishilarni aql parasatga ega qiladi. Aql parasat harakat, kuch quvvatga undaydi. Mubada bu 4 omil o'zaro mos qadam taraqqiy qildirilsa, oliy janob insoniy fazilat, salmoq mijoz xarakter, mukammal insoniy vujudga ega shaxs borligi keladi. Bir odamning bexatarlik tuyg'usi ziyoda xavfsirash yoki aminlik orasida bo'ladi. Oldinqisi turmushingizning hamisha o'zgarishchan sirtqi muhitning ta'siriga uchrayotganligini derak bersa, keyingisi kishilik qadr-qimmatingizga qarata aniq mufassal tushunchaga ega ekanligingizdan derak beradi. Kishilik hayot nishoni ikki qutblikqa ega. Bir jihatdan o jamiyat ko'zniki ve başka türlük o'zgarishchan omillarni asos qilsa, yana bir jihatdan mustahkam ichki yo'nalishni asos qiladi. Aql parasatni ikki yoqlamalikqa ega. Gohida o haqiqatni butunlay burmalab, xato xarita loyilab qo'yishi mumkin. Gohida barliq shay'iy va prinsiplarga o'rtaq mos keladigan to'g'ri ilmiy xaritani vujudga chiqarishi mumkin. Endi kuch-quvvatga kelsak, onun eng tuman qatlami boshqalarning depiga usul o'ynash. Hammada boshqalarning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'rish bo'lsa, eng yuqori qatlami sirtqi kuch va sirtqi ta'sirlardan mustasno holda butunlay o'z qimmat qarashi asosida ish ko'rishdir. Yuqorqi 4 omilning pishib yetilish darajasi ular arasidagi tangpuqliq, hamkorlik, moslik ve ular arasidagi munosabat, shuningdek ularning turmushining har qaysi sohalarga bo'lgan aktiv ta'siri qatorliqlar sizning tafakkur endizingiz tarafidan belgilanadi, qadrli qarindishim. Xil turmush merkezleri degan bobni mazmunni keyingi darsimizda şu nishonliq ish boshlaninki ikkinchi ders, bu asosan 3 ders bo'lib tugaydi ekan, qadrli qarindoshlar. Aşağıda başlaymiz. Biz bugün üyenginimiz
Stephen Covey, Amerikalik yazğıçının ünümdar kişilerinin 7 adeti, The 7 Habits of Highly Effective People degan kitaptan ügünüş kıldık, birlikte ügendik. Bugün 72. ders, yani 72 hafta öttü degan gap. Eğer biz bu derslerini kılmagan bolsak mı belki ötüp ketişi mümkün de vaktimiz. Özümüz mü menfaatlendik, bu dersle alıngan kişiler mi menfaatlendi. Demek ki inşallah bu derslerini yaxşı okup, ügünüp, mansak, özümüzgü mü paylaşsak, ortaklaşsak, başkaları mı payda buludu. Şonlaşkı bu işte kılıbatımız kaderli kırındaşlar. Anda olsa, men bayatın diyen Şeyh Halid Yasin'ninki From the Womb to the Tomb degan dersini matemşap yakışılan ümit kılımam. Allah'ın özgü amanet bulunla yeni bir dersimizde önümdar kişilerinin 7 adeti yoki 7 xisletini öğünüşünü davamlaştırırız. Allah'ın özgü amanet. İstanbul'dan dostumla Abdul Aziz Beştoğrak'tan otluq salam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.